Tergezdan 50 tezlikda o'tamiz. Zo'r. 114 ming kilometr yurgan o'rtoqlar Malibu 2 mashinasini polni full hadovoy qilib berdi. Videoga bitta like bosib turing. O'rtoqlar kommentariyada 1 dan 10 gacha baho bering. Bu mashinamiz qanaqa chiqqani. Akamlar Namangandan kelib bizani yo'lga moslab qilib bergan dedilar. Ko'rdinglar, 10 tezlik, 20 tezlik, 30 tezlikda ham yurdi. Mashina holati juda ham zo'r o'rtoqlar. Shu holatiga olib kelishimizga 4 soat vaqtimiz ketdi o'rtoqlar. Maksimalni Malibu haydagan do'stingizga bu videoni jo'natib qo'ying. Narxiga keladigan bo'lsak, 14 million full paketimizni 1 million akamlarga skidka qilib berdik 13 million so'mga.